Yulduz Usmonova sahnadan Qurbon hayitiga. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor va shou biznes xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston estradasining afsonasi Yulduz Usmonova san'at bilan bog'liq har bir qadami hech qachon odatiy bo'lmagan bu san'atkor bu yil esa bayramni sahna o'rniga Mehribon uyida o'tkazdi. 2025-yil 6-iyunda Yulduz Usmonova Qurbon hayiti kunida o'zi tanlagan muhitda, samimiy oilaviy muhitda bayramni qarshi oldi. Ijtimoiy tarmoqlarda soyda e'lon qilingan videolarda u mehmondo'stona, issiq va iliq muhitda farzandlari, nevaralari bilan birga tabassum ila suhbatlashayotgani aks etgan. Bayram dasturxon boshida faqat guruch, mol go'shti emas, balki mehr va e'tibor bor edi. Yulduz ana shu qadriyatlarga yetaklab, farzandlariga ham odil va ko'ngilga yaqin turmush tarzi tayyorlab berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa bu video millionlab fikr mulohazalar keldi. Obunachilar bu ona bilan bayram haqiqiy bayram. Yulduz Usmonova odob va samimiylik timsoli degan fikrlar bilan uni tabriklashdi. San'atchi sahnadagi har bir chiqishini bayramona muhitda aylantira oladi. Bayram yakunida esa u yangi qo'shiqlar ustida ishlashni davom ettirishini, keyingi konsertlar rejasi ustida fikr yuritayotganini ma'lum qildi. So'nggi yangiliklarga ko'ra, yaqin kunlarda yangi klip va estrada albomi e'lon qilinishi kutilmoqda. Bayramni uyda yaqinlari atrofida o'tkazgan san'atkor bu yilgi ibodat va samimiyatni avvalgi yutuqdek qadrlaydi. Har bir baham ko'rilgan lahza esa uning qalbiga mansub. Yulduzni biz sahnada ko'rishga o'rganib qolganmiz, biroq mana shu bahorda uni oilaviy muhitda mehr-muhabbat bilan qarshi olganini ko'rib, uni yangicha ko'rdik.